أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa As'ad as-Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi va Adillatuhu nomli kitobning biz tahoratning kitobida turyapmiz. Ya'ni g'usliniki vojib qiluvchi degan bab keldi. G'uslini vojib qiladigan omillar. G'uslini vojib qiladigan ishlar degan bab kelib to'xtagan edik. Bu yerdan boshlaymiz. Musannif deydiki, avvalan birinchi qilib g'uslni vojib qiladigan ish bo'lsa, inzalul maniyyi ala wajhi ad-dafqi wash-shahwa min ar-rajuli wal mar'ati halan nawmi wal yaqada. Birinchi qilib g'uslni vojib qiladigan ish bo'lsa, manining dafqi va shahvat bilan, dafqi shahvat yo'li bilan, ya'ni etilish va shahvat bilan, ya'ni rahat, ishtiha bilan, etilish bilan ayol kishidan va er kishidan uxlagan holatda va uyg'oq holatida etilib chiqishi va tushishining o'zi g'uslni vojib qiladigan birinchi omildir. Xo'sh, mad dalil. Buning dalilingiz nima desa, lima akhraja, ya'ni Sa'id ibn Mansur o'zining sunanida Ato radhiyallohu anhu bo'lgan sanad bilan chiqargan hadisning tufayli. Qol Ato radhiyallohu anhu mundaq dedi. Men Ummu Sulaym radhiyallohu anhaga nima? Dakhalat Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga kirdi. Kirib faqalat mundaq dedi. Ya Rasululloh, al-mar'atu tara fi manamiha. Bir ayol o'zining tushida xuddi er kishi tushida ko'rgandek tushida ko'radi ekan, ya'ni tushida ihtilom bo'ladi ekan. Afa yajibu alayha al-ghuslu, uning g'usli vojib bo'lamdi. Xuddi er kishi ihtilom bo'lgandek ayol kishimi tushida ihtilom bo'ladi. Buningga g'usli vojib bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom dediki, hal tajidu shahwa? Shahvatni topamdi, shahvat his qilamdi, ya'ni xuddi huzur his qilamdi. Dedi, qalat Ummu Sulaym radhiyallohu anha dediki, la'allahu balkim dedi. Qal Payg'ambar alayhisalom dediki, va hal tajidu balalan? Ho'llikni topamdi, ya'ni atiga qo'yganda bir ho'llikning asoratini topamdi dedi. Qalat Ummu Sulaym radhiyallohu anha dediki, la'allahu degan, balkim dedi. Qal unda bo'lsa faltagtasil. G'usl qilsin, yuyinsin. Va ayolni ham er kishiga o'xshab yuyinsin dedi. Xo'sh, endi va ma'nal inzal. Inzalning ma'nosi nima? 5 ta biz nima dedik? 5 ta. İnzal mani ala vajhi dafqi ve şehve min ar-raculi vel mar'ati hal an-nawmi vel yaqada dedik. Mush gapni birdan bizga tushuntiryapti musannif. İnzal deganning ma'nosi al-infisalu an maqarrihi. Manining o'rnidan, aslidagi o'rnidan nima? Ajrilishi, uzilishi degan bo'ldi. Infisal degan inqito degan. Anda da savol keladi. Manining aslidagi o'rni nerede desa, va huwa sulbu fi ar-rajul. Er kishining manining o'rni sulb. Yani umur sonra kendiki sonra ahir kuyruk mana müşe. Hani müşe. Her kişide söngeç dep koymayız hem de kuyruk sonki. Umur sonrakining aşağı kuyruk tarafı her kişide. Ayol kişide şu dese ve taraib fil mer'a. Ayol kişide çember sonraki mana. Müşe meydiki çember sonraki. Bir şeyde ayol kişide. Bu çünkü Allah Azze ve Celle ne dedi? Tarık surasında Tarık surasında dedik. Yahrucu min beyni sulbi ve tarab. Allah Teala insan hulika min ma'in dafiq. Yani sulb bilen tarayipten çıkan sudan nima yaratıldı. Deydi. Mesela bu sulb degani ayol kishiga qartilgan, tarayip çoğu ayol kishiga qartilgan. Mana bunu qarorgohi mushu qarorgohdan ajralishning o'zini deb ataladi, inzal deb ataladi. Yani bunu tashqariga chiqish emas. Inzal degani shu. Ama vel mani degan nima? Birdan-birini tunishib o'tamiz. Mani degan ma'un abyadu thakinun yankasiru az-zakaru bi khurujihi yashbahu raihatat tal'i. Mani deganimiz, ya'ni o'zi oq bir suv, oq.
Sahin, quyuq. Sahin degan kasif degan gap. Quyuq, suyuq emas, raqiq emas. Yankasiru zakar. Yani er kishining avlati ashu meni chiqish bilan jimib qoladi. Unda bilan jimib qoladi. Yashbahu raihatat tala. Yani bu xuddi xurma chechkining puruqiga o'xshaydi. Menining puruqi yedi xurma chechki bizda talatun daxil deb bir narsa bor. Yani shu xurma changi degan narsa, xurma changi degan narsaniki yedi bilan mening yedi o'xshaydi. Agar bir odam xurma changi yeyman, iste'mol qilaman desa, uni saxta yoki asli jingini ayirayman desa, shuni hidlab ko'rsa, yedi o'z ayni meniga o'xshaydi. Xurma changining yedi meniga o'xshaydi. Yedidan ayirishga bo'ladi. Endi bu xurma changi degan narsani masalan tug'maganlar. Buni aslida nimaga ishlatadi? Erkak xurmadan chiqadi xurma chang. Erkak xurmaniki xurma changlarni kelib, ayol xurmaga, ya'ni kishi xurmaga chechib etsa, xurma bo'ladi bo'lmagan xurmalar. Xuddi shuningdan insonlar buni tadqiq qilib ko'rib, tug'mas ayollarga berganda tug'maydigan ayollarni tug'ib qolgan ishlar bor. Shuni bilan andan aytib olib ketgan narsa. Endi mushu puruqi xurma changining puruqiga o'xshaydi menining puruqi deydi. Endi ayol kishining menisi bo'lsa raqiq, suyuq, er kishinikidek anda quyuq emas. Asfar, rengi er kishining oq bo'lgan bilan ayol kishiniki sariq. Ayol kishining sariq bo'ladi. Endi faidan fasala. Endi bu meni, yuqorqi sifatli bu meni o'ziniki asli qarorgohidan bo'lgan, ya'ni yuqorqi o'rnidan ajralib shahvat bilan ajralish kerak. Shahvat bilan ajralib tushsa, vastamarra ila zahiril jasad va badanning teshiga davomlashib chiqsa, walau min g'ayri jamasiz, ya'ni jimasiz bo'lsa-mu, masalan ihtilom bo'lganga o'xshash masalan. Va agarcha endi bir tafakkur qilib bunda o'yinib o'tirib chiqib ketgan bo'lsa-mu, av nazar yoki bir qalab o'tirib telefonda qalab bo'lmaydi qoldi masalan. Ya ayol kishiga qalab o'tirib chiqib ketgan bo'lsa-mu, yoki o'ziniki avrati bilan o'ynashib o'tirib chiqib ketgan bo'lsa-mu, faqat ajnab. Nima bu? Junub bo'lgan bo'ladi. Miyada bir inchki bir masala bor. Bunda deganlik miyada gunoh olmaydigan ish qilganmisi, gunoh olmaydigan ish qilgan degan gap emas. Shariat gunoh bo'lash bo'lmaslik masalasi boshqa. Buning gadinga g'usl vojib bo'ladi, vojib bo'lmaydi degan masala boshqa. Hatto bir odam zina qilgan bo'lsa-mu, buning gadinga g'usl vojib bo'ladi. Musulmon odam bo'lgan. Buning hukmi boshqa. Uning hukmi boshqa, buning hukmi boshqa. Buni bilish kerak. Miyada deganlik gunoh olmaydigan ish qilgan deganlik emas. Endi buniki shariatdagi o'rni, ya'ni bunda bu g'usl vojib bo'lish bo'lmaslik degan o'rni demoqchi. Va vajaba alayhi al-ghusl bil ijma'. Uniki gadiniga g'usl qilish bil ijma', ya'ni vojib bo'ldi. Nima ish qilsa payg'ambar alayhisolamning qavlining jetidan innamal ma'u minal ma'. Suvdandir dedi. Suv faqatlam suvdandir. Suvdan degani, ya'ni suvni ishlatish, g'usldan iborat. Suvni ishlatish minal ma' degan menidan iborat suvning ko'ganlikning jetidandir. Menin ko'ganlikdan unda g'usl degan suvni nima qilib ishlatamiz, ya'ni yuyunimiz degan gap ma'nosi. Va lijabatihi va payg'ambar alayhisolamning Ummu Sulaym radhiyallohu anha bergan javobining jetidan. Va qad sa'alat Ummu Sulaym Rasulullohning so'ragan edi, ilgari ketishdi so'raydi. Hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtamalat. Ya'ni ayol kishi ihtilom bo'lib qolsa, uning gadini g'usl qilish vojib bo'lamdi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhisolam ha, suvni ko'rsa vojib bo'ladi degan edi. Bi ayyi sababin hasal bu xuruj, ya'ni bu chiqish qanday sabab bilan bo'lsin? Billamiz tutqan bilan tutib chiqsin, qarab chiqsin yoki ehtilom bilan chiqsin, o'xshash. Suv chiqdimi, buning gadinga nima? G'usl qilish vojib bo'ladi. Er bo'lsin, ayol bo'lsin. Abu Hanifa va Imom Muhammad rahimahumullohlar mundaq dedi. Al-mujibu, ya'ni g'uslni vojib qiluvchi infisaluhu an-sulbi bi shahwa. Yani sulbdan, ya'ni umrati so'ngakdan erkishniki shahvat bilan ajralishi, menining shu sulbdan shahvat bilan ajralishining o'zi nima? G'uslni vojib qilgan omildir. Va illam yakhruj min al-farji kadalik deb avratdan chiqmagan taqdirda bu. Avratdan shunday shahvat bilan chiqmasa-mu, shu mishan uzilganda shu shahvat bilan ajab kelib qolsa, buning gadinga
Endi فلو احتمل أمد bir adam ihtilam bo'lib qolsa, vanfasala minhu bi shahva, undan nima bilan chiqsa, aytdi, dafq shahvat bilan chiqsa. Endi agar bu odam ihtilam bo'lib qolsa, vanfasala minhu bi shahva, undan qarorgoh deb qo'yaylik, qarorgohdan shahvat bilan uzilib ajralsa meni. Falamma qaraba zuhur, endi ma qarorgohdan chiqib tashqariga avratdan chiqqan chaqda shart avratini ching tutib olsa, andiki buni shahvati ta shu shahvati jimib qolguncha, shahvati to'xtab jimib qolguncha tutib olsa, summa tarak andiki qo'yib bersa, buniki bu meni shahvatsiz eqib chiqsa, qanday bo'ladi desa, vajabal g'uslu indahuma degan Imom Adam Abu Hanifa va Imom Muhammad rahimahullohning ko'z qarashida g'usl qilish vojib bo'ladi. Xilafan li Abi Yusuf. Abi Yusuf rahimahullohga xilaf kelgan holatda. Abi Yusuf rahimahulloh nima deydi? Abi Yusuf rahimahulloh bunun gadinga g'usl vojib bo'lmaydi. Chuqum chiqish kerak. Shu dab shabatdan ajab nima deb chiqishda avratning uchun chiqish kerak. Agar chiqmasa g'usl vojib bo'lmaydi. Lekin al-fatwa ala qawli al-imamin. Ala qawli at-taraf nima? الفتوى على قول الطرفين. وكذا إذا اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام. أمد جماع قلغوچي سيشتن burun yoki uxlashdan burun g'usl qo'ysa, jamoa qilib, lekin bir siyib etmay turib yoki bir uxlamay turib g'usl qilib yuraversa, ondan keyin summa kharaja baqi manihi ba'da al-ghusl. G'usl bo'lgandan keyin uning manining qolgani chiqsa, وجب عليه إعادة الغسل عندهما ما شاء الله. Uningki g'usl bo'lgandan keyin mendan qoldiq chiqsa, uning gadingi g'uslni qayta qilish vojib bo'ladi. Imom Abu Hanifa va Imom Muhammad rahimahullohning ko'z qarashida al-fatwa ala hada. Fatwa mush qavlga. Xilafan lahu Abi Yusuf rahimahulloh xilafat. Abi Yusuf rahimahulloh qilmasin bo'ladi deydi. Va in kharaja baqi manihi ba'da al-bawli. Endi agar uniki manisini qolganini sip bo'lgandan keyin yo avnam yo uxlab bo'lgandan keyin ashtritida chiqib salsa, la yu'idu ijma'an. Yani hammasi birlikda g'uslni iyoda qilmaydi. Qayta g'usl qilmasin bo'ladi. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله كما في عبارة البحر أن المحيط. عند أبي حنيفة رحمه الله رواية قلنا بحرنك عبارة ده محيط رواية قلب لو أن رجلا عزبا به فرط شهوة. أجر بالآدم عزب تيجي بويتق بالآدم بون نايت شهوة كشت كدم كان شهوة بك كشت كدم كان له أن يستمني بعلاج لتسكينها ولا يكون مأجورا البتة ينجو رأسا برأس أي لا أجر له ولا وزر عليه. bu kitobda bunda bir rivoyat kelgan. Endi ruviya rivoyat qilindiğini ضعيف kelibdi. Rivoyat qilinishicha, agar bir odam, yani bo'ytoq bir odam shahvati qattiq kuchli bo'lsa, buning o'zining shahvatini aram oldirish uchun meni chiqarib o'tishi, ya'ni onanizm deb qo'ydi hozirgi zamonda, onanizm qilishi joizdir. Va la yakunu ma'juran. Buning qat'iy bunga ajr berilmaydi. Bunga savob berilmaydi. Yanju ra'san bilas bas aran qutuladi yana. Aran najot topadi. Yani la ajra lahu. Bunga savob yo'q va la vizra alayhi. Gunoh yo'q. Deb shunda debdi. Shu kitobda shunda rivoyat qilindi. Qultu, men buni deymanki, iza kana yakhsha ala nafsihi. Amma o'zining nafsiga, o'ziga qo'rqsa, law lam yaf'al min al-wuqu'i fi az-zina aw ghayrihi. Agar bu shu anonizmni qilmasa, zinoga tushib qilish yoki zinodan boshqa og'ir jinoyat, gunohga tushib qilish xavfi bo'lsa, fayakunu hadha min babi irtikabi akhaffi ad-dararayn. Ikki zararning yengilroq aqlab o'tishning bobidan bo'ladi. Bu qoida kulli va irtikabu akhaffi ad-dararayn deb bir qoida va ya'ni ikki ziyon bo'lsa, bu ziyon, u ziyon. Ikki ziyonniki nimaga? Zina azroq aqlab o'tish deb bir qoida va bu bobdan bo'ladi. Amma iza kana al-abthu li talab ash-shahwa, amma bu shahvat talab qilib shahvatni rahatini olaya, huzurni olay deb analizm qilib meni chiqib o'ynagan bo'lsa, bu gunohning qatoridan bo'ladi. Bu gunoh qatoridan bo'ladi. Endi ma'lum masala inoyat inchki masala. Hozirgi zamondagi yosh bolalarning hammasi mush kunab ketdik. Xotinni bola yapmaydi dedilar. 16 yosh, 18 yosh xotin yapmaydi.
Appami kendiken 20 yaş, 22 yaşta kim demiş kılıdı o? Yani istimna kılıdı. Arapça istimna deydi. Onun kenedin bara bu istimna'nı mutlaka terakki kılıdı bu. Terakki kılıp o telefonu da yanaş ayağını karab oturup bunu kılıp günahını köp kılıdı. Yalnız istimna kılmaydı. Kin doktorlar hem bunu ki kin istimna'nı köp kılan adamlık meni tutalmaslık kesinlikle gelip çıkıldı. Anladın? Spermi tutalmaslık. Yani sperma meni yittik çıkıp bitiş. Kin öyle uçakta boğanlık odunlagan çağda kisel kalıdı çağda. Davalanmaydı. Şunun için insanın nemiş ihtilam buludu. İnsan nemiş şeytan aklaydı ise Allah Teala özü eğer bir insanda muafık halette Allah Teala özü tanış yapıldı. Yani meni çıketmesi olmaydıgan halet kelgen vaqtida uxlash arqali chiqib ketadi. Allah Teala unuğa qilgan bir yaxshilik hamdi u. Yaqimda har kuni, kunda 2-3 kunda bir oyna qilib, telefon qarab o'tirgancha kasal kelib qoladi bir. Uning kenidan urug' ne? Zayaqliq atıldı. Yani bu her bir meniden mancha avlatlar tug'ilishi mumkin. Avlat. Shu urug' ne? Nima zaya qilib o'tganlik bo'ladi. Zaya qilib o'tganlik. Undan keyin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela avretini saqlaganlar li furujihim hafizun deb li furujihim hafizun deb Kur'an-ı Kerim'de necha oyat var. Li furujihim hafizun degan avretini saqlaganlar deydi. Avretini. Avretini deb butunlay yomon ishdi. Hammani saqlaganlar deb. Şuna şu analizmden saklanışın birinci yolu nima? Roza. As-sawm. Roza tutuş. Telefondan yirak buluş. Telefondan ya şu telefondaki yalamaç suretlerden yirak buluş. Şu anda bir internet yok yani tağtıra olsa, anladın tağtıra olsa yaxşı. İnternet bolmasa, anladın en yaxşı yardımcı. Şu analiz yapardıgan birinci bir şeytan nima? Şu telefon şeytan. Şu yalamaç ayağının suretleri bunun kallısını gıdıklaydı. Onundan keyin bu çoğun bir yaxşı şeyden şoğullanış gerek. Hiç olmasa bir nadi degan bundaqa zal çenik zallarga böyle çenik bolsa başka adamlar bilan jiq hareket qilib, adamlar bilan ko'p ayrılışıp tursa, mushu jinoyatdan saqlanib qoladi. Anladın? Yalg'izlikdan saqlanish kerak. Yalg'iz o'tirmaslik kerak. Yalg'iz o'tirma bu kasallik yenib keladi. Bu adasiz bu xuddi zaharli ichimlikdek xuma bu. Adamni o'ziga xuma qilib kesal. Ya'ni qachon qilay desa qilamas, adamni o'ziga bog'lab oladigan. Buna bir kesal. Bundan qutulish uchun hattoki ba'zilar deydi, şu uydaki yatgan karvat, işletken telefon hamma narsani açık taşıp o'tib, hatta şu uyda müküp başka yere köçep ketish kerak deydi. Anladın? Şu bu bir egil kesel bu, adli kesel emas. Endi miyadi musallib degan gapi, yani eğer bir adam şu menini chiqyapsa bir zina qiladi bu böyle. Ya bir ayol kishini bir tapadi yoki bir fahishni ham ko'rib pul tilab zina qiladi yoki bir hayvonni ham ko'rib hayvon bilan ish qiladi. Anladın? Shunday holatda buna o'tkazgan holatda bo'lib qolsa, shu chaqda meni chiqirvasi mayli deydi. Buni da telefon qalamdan yamaç ayarlı qarab o'tsin degan gap yo'q buningda. Lekin bu shumidi nima deymiz buna? İrtikabu akhafid dararayn. Ikkinchisi ziyon, bu ziyon. Ikki ziyondan yengilroqiga aqlab o'tish degan bo'ldi. Mana shundan ham kanalda bo'lsin. Xo'sh. Ama 13 motiv içimizdeki şukaday bir çikolatlarını hep anda 13 motivse bu haram. Haram ne? Ve men isteyqada emdi kim ki uygansa fevecede fi thiyabihi meniyen. Üzündeki kiyimede bir menini tapsa, menini görse. Ya ki medini görse fe aleyhil guslu. Bunun guslu kılışı vacip. Ay bu mezike yapa mezini ne bilirsiniz mezilikini? Öyle oldu mu? Halas. Mezini göremdi, menini göremdi. Geldiğinde guslu kılışı vacip. Emmel menini göz vacip oluştaki delil bolsa felima ravati Seyyide Aişe radıyallahu anha ravat kan hadisini tüpeyledin. Aişe radıyallahu anha dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anir racul kişiden sual kılındı. Yecidul belele ve la yezkuru ihtilamen diyen öllekni tapadı o. Yani uyganganda kusar kalırsa öl. Lekin ve la yezkuru ihtilamen ihtilam boğunu hissediyor. Peygamber sallallahu dedi yagtesil. Guslu kılıdı dedi. Ve yine bir adam söylüyor. Anir raculi yara ennehu kad ihtelem ve la yara belelen. Bir adam ihtilam oldu. Lekin hüllekni kömedi. Şu da hodna hep çıkıyordu. Ama onun kanı karşı hüllekni kömedi dedi. Peygamber sallallahu la gusle aleyhi. Guslu kılıç yok dedi. Onun kendine guslu kılıç vacip bilmez. Fakalet Ummu Süleym radıyallahu anha dedi ki hal alel mer'ati tara zalike şey.
ayol kishininki mi endi yuqorqidek ayol kishi ko'rsa ayol kishiga mi g'usl qilish vojib bo'lamdi dedi payg'ambar dedi. Naam, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. Ha, ayollarmi erlarning yerimidir dedi. Ustoz mazzaga edilar shu. Lakin zukira fil ikhtiyar. Hamda al ikhtiyar fi ta'lil al muxtar bizniki Hanafi mazhabining intayin yaxshi kitobining birisi bor. Mushu al ikhtiyar degan kitobda shu zikr qilindiki min babil ihtiyat. Ihtiyatning babidan bin nisbati lil mar'a. Ayol kishiga nisbatan idha ihtalamat ayol kishi ihtilamlab qolsa va lam tara balalan degan ho'llakni ko'rmasa ihtilamlab qolib ayol kishi ho'llakni ko'rmasa inistayqalat agar uyg'onganda va hiya ala qafaha o'nisi qetib uyg'ongan bo'lsa qo'rqqan chog'da o'nisi qetibdi bunday magana o'nisi qetib uyg'ongan bo'lsa yajibul ghusl qilish vojib bo'ladi limaza desa lihtimali khurujihi thumma audi meni chiqib yenib ketganligining ehtimoli bor bo'lganligi uchun nimish hazili anna zahira fil ihtilam chunki ihtilamda eng zahiri odamning kallasiga yetib ketgan eng zahir bo'lgan ish oshkor bo'lgan ish al khuruj chiqishdir bi xilafir rajul erkishning xilofidan nimishqa fa innahu la yaudu li dhiqil mahalli chunki erkishniki avratidan meni chiqqan bo'lsa bu yenib ishlanmaydi chiqib bo'lmak ishlanmaydi lekin ayol kishiniki chiqib ketish ehtimoli bor ve in istayqadat ve hiye ama ayol kishi ve in istayqadat ve hiye ala cihatin ukhra anda nimada alaqa ha onu sıkatmay ya yendi yetibdi ya dum yetibdi qalib onu sıkatmagandan boshqa holatda ihtilomlab tushgan bo'lsa uni kendi ihtilomlab tushibdi lekin o'llakni ko'rmagan balanni ko'rmagan bo'lsa nima bunga g'usl qilish vojib bo'lmaydi chunki bu chaqda yenib kishitish ehtimoli yo'q. Ve emmel mezi ama mezi çok desken mezi fezzahiru ennehu meniyun rakka. Mezi bolsa zahirsi yani suyup ketken meni. Yani uygunumuz yani zahir bulduğunu yani suyup ketken suyuq bulap kalgan kesiplikten rakik bulap ayınıp kalgan meni buluş ihtimallık var fevecebel guslu ihtiyatan. Şu sebepten guslu kılış ihtiyat yüzünden vacip. İhtiyat yüzünden guslu kılış vacip.